Hammaga assalomu alaykum. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Videoni o'zi-kecha qo'yishim kerak edi, lekin kecha montaj qilishga ulgurmadim. Kunim ertalabdan uydagilarga choy tayyorlash bilan boshlandi. Choylarimizni ichib olib, keyin sekin ish qilishga tushib ketdik. Hamma o'zini xonasini tozalagani kirib ketdi. Ko'chani chang bo'lgani yetmagan, yonimizda qurilish qilayotgan ustalarimizga ham rahmat edi. 1 yildan beri artilmaganga o'xshaydigan zinalarni gelli suv qilib, yaxshilab cho'tkalab tozalab. Sizlarning dam kuninglar qanaqa o'tadi? Boshqa kuni uyinglarni uborka qilib olib, oddiy kun dam olasizlarmi yoki manga o'xshab oddiy kuni polniy uborka qilasizlar? Javobinglarni kommentariyada yozib keting. Voy, video olguncha tualetin tozalasam bo'lmaydimi demanglar. Har 2 kunda birida tozalanadi. Tahorat qiladigan hojatxona bo'lgani uchun shunaqa bo'lib ketadi. Hammamiz o'zimiz ishimizni qilib bo'lganimizdan keyin Oyijon bilan birga eshigimiz tagida to'kilgan baylarimizni tozalab supurib oldik. Katta qizim bilan kichkina qizimni ortopedga olib borishimiz kerak edi. Ortopedimizga olib borib, lichenalarni yozdirib, yaxshilab ko'rsatib keldik. Shu bilan bugungi kunimiz ham tugadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga rahmat.